endi. Dunyo pul qolmaydi, moldan mol qolmaydi aka bu savdoda. Baxsangiz, lekin moldan mol qoladi aka. Xudo xolasa, mana shu molga borib to'dirib, sog'ib ichasiz, moldan mol qoladi aka. Baraka topasiz. Bo'ldi, yarimga men berdim. Ko'nglingiz ravshan qilib, xursand bo'lib barakani yetib, bor baraka. Dab etgan pulingizni sotdingiz-a? Yetganimdan ancha o'tib berdim. Gap yo'q. Duo qilinglar, qani Xudo xolasa hammaga nasib qilsin. Aka, o'zingizdan bo'lsin. Biz tarafdan hammadan musofir yurganlar bor. Qancha ko'rib havas qilganlar bor bizga. Sizni Xudo shu molga yetkazdi. Ilohim sizdan boshqalarni yetkazsin aka. Bitta xalqimizga duo qiling. Mollar kulib yurmas. O'ylanib. Yaxshilik kuladi. O'li dasturxonda o'tiradi. Yana biz ham olishimiz nasib etsin. Biz ham hayolanish yeriga to'lib ketaversin. Amin. Kanalini ham duo qiling. Abror uz kanaliga ham omad tilaymiz. Mana reklamalarni chiroyli olib borsinlar. Unga uzoq bo'lsin, sizning baland bo'lsin. Yaxshilik kulib yurishingizga. Amin. Allohu akbar. Rahmat sizga. Rohni bir xilda ushlab turasiz. Akalar avstriyskiy semental baraka bo'ldi. Ichida eng zo'rini olishdi. Xudo xolasa osh deb keyin ketasizlar, ha? Voydo, jonivorlarning sifatini ko'rib boro, mol odamning uyqusi qochib ketadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum Abrorus kanalining hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Bugun hurmatli tomoshabinlar, haftaning chorshanba kuni 4-fevral 2026 manzilimiz hurmatli tomoshabinlar Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Mozortol mahallasida mashhur ulug' akamizdan bugun boshqacha video. Akalar, men mol eng kattasi desam adashmasam kerak. Yo'q. Eng kattalaridan bittasi deylik. Boshqa mollarga ham hurmat saqlagan holatda, lekin juda katta. Ko'rib maza qilinglar. Mana bunaqa kemasdan deganlarga bunaqasidan. Mana bunaqa hali sovuqqa chidamli, uzoq yil mol qilaman degan akalarimizga, va boy akalarimiz gibridlarga ishqo'z akalarimizga padilissa qo'rasizlar akalar. Daniya deganlarga Daniya va 25 litr naqd berib turgan tayyor birinchi qorin garantiyali ona bola sigirlar ham chiqadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hoji yaxshi O'zimda ko'rdingiz. ham qalaysiz? Xudoga shukr, rahmat. Tuzimisiz? Yurgizyapsizmi ishlar? Xudoga shukr, rahmat. Harakatdamiz. Ey gapi, Alloh ziyoda qilsin. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Biz ko'rib turgan YouTube chorva ishqibozlari shunchalik qimmatli vaqtlarini biz uchun ajratib, like bosib, kommentariyaga yozib, qo'llab-quvvatlab, duoda bo'lib turibsizlar. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Sizlar uchun eng yaxshi saramollarni olib chiqqanman bugun. Chiroyli video obzorini qilib beramiz. O'tgan safar videoni like-ini ko'rdingizmi? Yomg'ir olib ketibdi. Yomg'ir olib ketdi. Bu safar ham xudo xolasa undan-da zo'r bo'ladi. Akalar, tugadimi samolyotda kelgan avstriyskilar degan akalarimizga yana 10 tasi yo'lda, aka. Yana 10 tasi yo'lda kelyapti. Gap yo'q. Nasibsi yetib keladi. Xudo xolasa, endi aeroportdan tushish jarayonlarini olmaymiz, mollar uje charchog'i chiqib, karantindan chiqib keladi. Ulug'bek akam yengil narxlar chiroyli qilib berishadi. Xudo xolasa. Aka, qarang, mana bunaqa molni qanaqa obunachilarga tavsiya qilasiz? Tanjoni sog' bo'lsin. Buni elim yurtim bola chaqam deb uzoq yurtda ishlab yurgan musofirlarimizga ham tavsiya qilaman. Olsin, boqsin, maza qilsin. Gap yo'q. Ammo tugamaydi mol. Bora inshaalloh tug'ib uyingizni molga to'ldirib tashamasa hisobmas. Bugun videoni xotirjam oxirigacha ko'ring. Yo ertadan keyinga yana video qilamiz. Hozir mollar ichkaridagilardan videoni oxirida bir qator ko'rsatib qo'yamiz, hoji. Like yomg'ir qo'raversin, ha? Yomg'irda like qo'yarsin. Albatta. Ya, like yomg'ir qilsin. Men mol qarang. Jonivor. Ha, jonivor. Joning sog' bo'lgur deydi-yu. Yelin sop turibdi mana. Ha. 50 litrga berdi. Ulug'bek akam, yo'q, shunday keng bo'ldi yoniga. Ag'baq demang. Shunday yelinni ko'rsa bo'ldi. Ko'rsin yelin. Yelin boshladi. Mashalloh. 20 kun birovga bormasdan jonivar tug'ib beradi. Bolalaydi, ha, inshaalloh. Nechinchi qoringa? Ikkinchi qoringa 6 kurak. Endi 8-sini chiqaryapti. Voy jonivor. 3 bo'lishi ham mumkin emasmi? Yo'q, mumkin emas. Aniq 2. Aniq ikkinchi qorin. Voho! Bunga aka buni porterda jo'natib bo'lmaydi? Bunga bitta Isuzu qilamiz endi. Isuzu'ni o'sha 5 tonnalisida 5 tonnali saralkada yurganidan jo'natamiz. Lekin aylanib ichida o'zi ketadi yakkaxon konser deb. Ko'ringlar, baho beringlar. 50 litr sutga boy aka? Menga 50 litr sutga berdi. Ya siz qarang, birov yetmasa ham moldim deb
Endi ko'rgan az yo'q. Bu mol nasib qilsa yem hashagini 10 marta beradigan bo'lsa 50 litr tiniq sut beradi. Tiniq beradi, qiynalmaydi. Xudo xohlasa. Endi akalar, hali to'g'risi qanaqa tushuntirsam ekan sizlarga. Misol o'zi 200 kiloli odamga 100 kiloni ko'tarish oson-da. To'g'rimi? Hali sal hisob kitobi ham to'g'ri kelish kerak. Sizga hali jaydari molga aytilmayapti. Mol chereskir uzun. Chereskir uzun. Ey, soqqasida gap. Albatta. Bunga 80 million, 70 million qo'ymaymiz hoji. Aha. Endi buni bir 20 kun sabr qiladi, xudo xolasa sotsa ham normalniy foyda qiladi. Mashalloh. Nech pul? Bunga 68 millionga xayrini qilib beraman, bitta uchara toshi bilan. Agar bundan arzon chiqaradigan bo'lsa, yana bitta tosh qilib beraman, kim chiqarsa. Shu qilib berasiz. Tekinga berib yubormaysiz, yana qilib beraverasiz. Yana bitta tosh qilib beraman. Siylab qo'ymaysizmi yana? Siylab beraman. Siylab beradi. Boylang. Akalar, lekin ishonaverang, bu molga yilin solsa 100 million narx etsa ko'taradigan mol asli, mayli Ulug'bek akamda yo'li bilan bo'lib kelgan hamma narsa bundan keyin. Boshladi bu mol. Yilin boshlagan. Xudo xolasa tug'adi bu jonivor. Hech qancha qolmadi. Mashalloh. Agar bundan tug'iladigan novvos bo'lsa ham, xunojim bo'lsa ham o'ta qadrli mol bo'ladi. Nimagaki olmantagi olmashadi. Buni hali sut tomirlarini ham qarang, jonivorni o'ta kevorgan joyi. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'ying endi. Endi ham bosmasa bo'lmaydi. Ya, havas qilganda bo'ladi bunaqasi. Havas qilganlar uyda bunaqasidan serob bo'lsin. Endi akalar, aytmoqqa 68 million ham osonga o'xshaydi-yu. Oson emas. Lekin pul isrof bo'lmaydi-da. Pul isrof bo'lmaydi. Xudo xolasa, hali mashhur gap bor. Molni narx qimmat, qanaqa pul yig'inaman degan odamni emas bu. Shuni olib qo'yadigan odamning moli. Buni olsin, baraka topsin. Malibuga pul yig'ilmaydi. Malibuni shunchaki olinadi deydi. Shunaqa. Mana. Like bosing akalar. Mashalloh. Bu ham zo'r. Bunda 8 oydan o'tgan bu. Bu hali zo'r narsalar ekan. 0 ga 0. Hali 50% simental, lekin 50% shvet. 51 ga 49 ham bo'lib qolmaganda. Ash 50 ga 50 teng kelgan. Voy jonivor. Stakan yo'qligini qarang. Havas qilganlar bittadan like bosib qo'yinglar shu jonivorga. Uni soskalarini qarang, uzun-uzun, dona-dona. Ha, zo'r. Ostini qarang. Zo'r. Boqqan odam maza qiladigan xudo xolasa. Zo'r. Aka soqqasida gap. Olib keling narigisini ham. Olib keling. Gap soqqasida. Ostidan qarang, jonivor yelin boshladi. Xudo xolasa yaxshi. Gibrid qanaqa bo'ladi deb hali ikkilangan odamlarga mana gibrid. Hali uzoq narsa mana shu. Gap so'zi. Buchi. Bunisi simental. Voy jonivor. Simentalga mamliyatni chachishtirilgani bu. Ha. Bu ham hazlakam kichkina yo katta mol bas. Normalniy mol. Yo'q narsani yedi, bir-biriga qiziqtirish emas. Sut yo'nalishi. Sutga tushadi. Sutga tushadigan. Birinchi qoringa xudo xolasa 30 litrdan sut oladigan mollar. Xudo xolasa. Ya mollar baquvvat hamki. Bo'y basini ham ko'ring. Mana hozir. Ha, molni tili. Mollar yesi ham katta, unaqa 5-600 kiloli mol emas. Ha. Qani? Do'st. Gap pulida aka, chiroyli qilib aytingchi. Necha oyda tug'adi bular? Uzog'i bular? 1 oy 10 kun avvalda tug'adi. 40 kun avvalda. 40 kun avvalda tug'ib beradi. Bir joyda. Bir joyda ikkoviga donasiga 65 milliondan desam bo'laveradi, lekin maqsad sotish. Sochish bo'lsa gapiring. Ikkoviga bir joyda 125 million bersin. Kamini qilib berasiz. Bir joyda bo'lsa 125 million. Tanlab olish. Boylaydi. Ozgina pilusi bor. Qaysi bilan tanlaydi buni? Akam deb o'zingizdan kelib chiqib ayting, qaysi bilan tanlaysiz? Kimdir gul shaydosi, kimdir atir gul shaydosi deydi. Jupiga olishsin imkoniyati bo'lsa. Voy jon. 800 kilo atrofida jonivor. Ya mollar hazlakam emas. Mana bunday mol hamma yerga ham tushmaydi akana. Endi mollar yaxshi-da, narxi ham o'ziga qarab. Tomoshabinlar,
bir juqqa bolaman degan akalarimizga mollar ko'rib baho beringlarchi. Silliqqina yosh mollar. Mana do'stlar. Necha oydan necha oygacha bo'g'oz Ulug'bekka bular? Bunisi yelim boshlab turibdi. Mamisa? Bunisi 6 oylik. Bunisi 6 oylik. Nah bo'g'oz ikkalasi. Qo'lga kelarni paypaslasa? Bemalol qo'lga keladi. Sal yurgizich. Uzun qotoni. Ama yaxshi mollar. Sut yo'nalishiga birinchi qorida kam 20 ta bersa kerak. Aka? Ha? Kam o'rtacha qarashiga 20 litr beradi. Xudo xolasa. Ya'ni aka, sizdan arzon narxlarni eshitib o'rganganmiz. Yengil qilib narx aytasiz endi xudo xolasa. Endi yengil deyapsiz. Bu 55 millionlik molni kirib 45 million so'ragan biz ham xijolat olamizda. Bu odamda ham ko'ngli qolmasligi kerak-da. Lekin narxini arzonroq kelsa, arzonroq qilib beramiz. Aha. Kelishiga qarab. Kelishiga qarab, olib keling o'zini. Ikkoviga bir joyda bo'ladigan narxi 93 million kamini qilib beraman. Nech puldan bo'ladi? 46,5 dan? 46 million. 46,5 dan narx aytilyapti akalar. Uni ostidan qarang jonivorlarni. To'g'risi akalar Ulug'bek aka xarakteri shunaqada aka yo'lida ayting, yo'lida ayting deyapti. Videoda kadr ortida shular gap bo'lyapti. Uka 775 ga sotaydigan molni qanaqa kirib 40 so'rayman deyapti. Men ham yo'laman so'raganim deyapti-da. Yo endi Kelishiga qarab. ko'rib turibdi, kanallar ko'rib turibdi, sotilib turgan mollarni. Mana shu mollar nasib qilsa yetilsa 60 milliondan kam pul bo'lmaydi, xudo xolasa. Ulug'bek akamga Yana bitta gap, hojat shu joyga. Ikkoviga 92 million bersin. kamini qilib beraverasiz. Bitta choyda oshi bilan ozgina xayrni qilib beradi. Yalla. Qaytaring. Bir joyga, lekin kalla olishga monosi jicha qimmat bo'ladi. U 7 guroqda. Ha, 46 dan duding u, monosini o'zini 46 ga berasan degan gap bo'lmasin. Aha. Kalla olishga ozgina O'ziga qarab. Mana tillasam minus ham bo'lsin-da. Mana tillasam minus ham bo'lsin-da. Ha, minus bo'ladi. Bo'ldi gapi. Ama yaxshi. Xudo xolasa mollar guli go'zal, guli. Sement aldi. Ikkinchi qoringa. 2 ga bu. Jo'rroqmi puli? Yengilroqmi? Ha, pulni yengil qilib beraman. 5 oylik bo'g'oz, Aha. ham suti bor. 5 oylik bo'z ham suti bor. Mana Suti bor bo'g'oz ishqozlar uchun. Aha. ikkinchi qoringa bo'g'oz. 2 ga. Bitta eshitaylikchi narxini. Bu bo'g'ozga 100% beriladi akalar. 100% Bo'g'oz bo'lmasa Ulug'bek akamniki bor. Aha. Jonivor. Jonivor. Ikkinchi qoringa. Qochirmay kelishtir. Qimmat aytmang. Million kami bor. Qimmat aytmang aka. Yengil ayting. Million kami bor. Yengil. Savdosi bor, savdosini qilsin. Yengil ayting. 49 millionga savdo qilaversin. Bitta oshina. Oboring mana. Kami bor. Savdosi bor akalar. Simental endi Xudo xolasa sutidan ham bolasidan ham daromad qilasizlar inshaalloh. Mol kichkina mol emas. Suskalarda muammo yo'q. Aha. Ham suti bor, ham bo'g'oz 5 oylik. Bo'laveradi. Bu nima deyapman 1 milliard. Man milliard mana. Ey, yer qochma hojat. Bu qochma. Bu ham sheraklarga o'xshab kattib ketadimi? Ha? Ana shu ichiga bola tushsa jonivor katta zo'r katta. Qayerga berdingiz? O'tgan safar 2 tani. Ular Anjonga berdi. Anjon, Anjonni maza qilibdi. Anjonni akalarimiz bo'lsa like bosinglar. Anjonda ko'p obunachilar. Kim qaydan ko'ryapti? Yozib ketinglar. Ha, jonivor. Andijonda qayerga ketdi? Andijonni Sharxon edi. Shahrixon. Ana. Hurmatli do'stlar, xo'p, bu qochar, tayyor qochgani. Qochishga tayyor, 1 milliard. 1 milliard bu. Bular akalar o'sadi, bo'yi ham o'sadi, uzunligini endi uzayib ketadi, xudo xolasa. Zo'r katta ular, hali yosh narsalar. To'ralar yelaniga garantiya, hali tug'ilmagan mol. Ko'rib olaveradi. Qochga Tug'magan xunojin. ehtimoli bormi yoki 100% qisirmi? Yo, endi birovni nima qilib qo'ymaylik? Umidvor qilib. O'ylantirib, umidvor qilib qo'ymaylik, shuni ko'rib olaveradi. Mashturish. Shu turishiga. Qochirmay kelishtirib aytay. Shu. Bu ham dumta. Bunga 55-50 million narxlar yo'q. Hayt. 45 millionga ozgina xayrni qilib beradi. Bizga desa 45 demasangiz ham mayli aka. 45 millionga ozgina xayrni. 43 desak bo'lmaymi? Yo'q, 45 millionga. Ha, voy. Ish bitadi 43larga. 40 millionga shunaqasi. Mana shunaqa sostaniyadagisi bo'lsa men ham xaridor. Men 40 demayapman-ku, 43 deyapman. Ish bitadi ha bog'da. Virusiga bitadi ish. Gap. Ammo akalar o'zi ham 600 kilo chiqsa kerak.
Yetishmaydimi? Ko'ringlar, baho beringlar. Lekin akalar, buni bo'g'ozlari yaxshi puldan ketdi, ammo o'ziga ham yaxshi puldan kelgan-ku. Lekin 65 Olavermaydi. 65 tepasida ketdimi bo'g'ozlar? Buni ishqivoz oladi, hoji. Buni ishqivozi olib borib, agar semental buqalar zaril deganlarga bor. Buqalar ham kelgan, ha? Buqalar ham kelgan. Mollar ham kelgan. Buqalar ham, xardorlar ham. Xardorlar ham qarab turibdi. Oh, jonivorlar, ehtiyot qilib turib Juplaylar. bularni. Bular sotuvdami yoki bo'ldimi? Sotiladi. Bolalari buqacha. To'xtatmaysizmi bo'lmasa? So'raganlarga bolalar ichkarida hali Telegramdan nimadan tashlab beraveramiz. To'xtab turing, to'xtat. turing. Shuki, juplang uchovini, Uchovini juplang. Bolalari buqacha hammasi. Bu yoniga boring bitta fonga. 24-25 litrdan sut berib jonivorlar. Birinchi qoringa 24-25 tadan sutga. Kami 20 tadanga beraverasizmi? Ham 20 tadanga olaversin. Qochirmay kelishtirib bahosini hech qilinglar. Bularda 60-55 yo'q. Aha. 53 milliondan xayrni beraman. 53 ta. Molla ostini qarang, hoji. Men mol oyog'ini to'g'rilab, men fonga bitta turib qo'ying, jonim aka. Hurmatli do'stlar, kami 20 litrdan sutga tayyor tuqqa birinchi qorin mollar. Endi bunga fonga oyog'im jiroryapti-da, yelini katta-da, hoji. Deyapman. Mollar original birinchi qoringa, hurmatli do'stlar. Ko'ringlar, baho beringlar. Mana bitta qarab qo'ying bo'ldi. Bosh mollar mana kimga sutga ishlaydigan bo'lsa kelaversin. Sutga ishlaymaydiganlarga mashina Bular ichkarida. Bularni to'liq videosini keyingi videongizda video obzorini qilib beramiz. ungacha ketadi bular. Yaxshilab ko'rib olay deb o'shancha. Albatta, ko'rsating yaxshilab. Akalar sog'in sigir tayyor birinchi qoraga masla. Yosh narsa. Uji bir kunda chillalar chiqib qolib, agar bo'sh joyda yursa, valloh suti yana ham ko'payib ketadi. Ketaversin. Alloh ziyoda qilsin sizlardan ham. Ichkarida ham mollar bor. Ichkarini ham bir qator ko'rsatib boramiz. Bo'lur. Videoga chiqadiganlarni. Ketdik. Chu jonivorlar, yuringlarchi. Kiraversin. Mana mollar. Akalar mana shu mollarni beryapti Ulug'bek aka. Xolasangiz dumta, xolasangiz dumla. Akalar, Turishini qarang, jonivor. boylavering qolagan joyingizga. Akalar, avstriyskiy sementallar yana keladi. Bularni hozir savdosi qizib turibdi deyapti. Bular bo'lmasa chiqarardik. Savdosi qizib turibdi. Mabodo ati birinchi qoringa 2 kurak yoshidan maslasidan so'raganlarga bor bunaqa mollar. Xudo xolasa kelyapti. Galishtin Kriz deysizmi, Eston deysizmi, bir jup hoji keyingi videoga. Tur jonivor. Mana. Aka, bu mollar sotib tashlaysiz ungacha. Mana toza daniyalari, birinchi qoninga, bo'g'ozlari, go'zal narsalar. Kimga urug'qa shved zaril bo'lsa, buni ham keyingi videoda qo'yamiz. Shved buqa ham bor, ha. Shu. Ya bo'ldi, urmang, tek qo'ying. Tek qo'ying. Semental ham bor, shved ham bor. Xullas, akalar, Mana zo'ridan bor. kelaverasizlar. Kimga nasib qilgan bo'lsa, xudo xolasa olib ketishaveradi. Bittadan like bosib, kommentariy yozib, Yo'lga chiqishaversin. yo'lga chiqaveringlar. Ozginaga o'ylamang, bizga dunyo qolmaydi. Ozgina pulingiz qoladi. Bu yarimga baraka, bor baraka. Bor baraka. Og'rinmasdan 68 ga. yarimga og'rinmasdan berdim aka. Ulug'bek aka, ey, siz 500 mingga talashaydigan odammisiz? 70 Obunachilar million Namangandan yo'q. kelibdi. 1,5 million so'm yetganimdan o'tib beryapti. Ey, obunachilar Namangandan kelibdi. Bering endi. 1,5 million 500 mingga talashasizmi? 1,5 million so'm. 500 mingga talashasizmi? Ozginani Xudo beradi aka. Keyingi safar klient bo'lib qolasiz, kelasiz, yana bundan yo'l. Ha, bering 68 ga, bob baraka. Bob baraka, ey. Bob baraka. Yo'q. 38 barak shirin bo'ldi. Bering shirin bo'ladi. Shirinni oshini ham yeb ketamiz. Aka 68 bo'ldi. Yo'q, men ham ishim zarar. Hamidillohdan borasizmi? Qo'y so'yib, Namangan keldim. Aka, ey aka. Yo'q, men Shunaqa qattiq qilasizmi? Yo'q, qattiq. Bitta martliq-chi. Hisob kitobi bor. Bo'ldi, yarimga sizga baraka aka. Men yarimga bo'ldi baraka. Yarimga baraka. Aka, meniki bu dehqonchilik emas, tirikchilik. 68 jon aka.